Assalomu alaykum. Qaddi baland, qadrdon, qalbi toza o'zbegim. Xudo xohlasa mana inshaalloh ro'zalarni tutib, hayitlarni o'tkazib, Allohning fazli karami ila mana yana ishlarni boshladik. Xudodan so'rab, Xudo xohlasa Damaslardan olib kelib qo'yganmiz, Sparklarimiz bor, Matislarimiz bor. Narxlarimiz bozorga qarab iloji boricha imkon qadar tushirib berishga harakat qilyapmiz. Qanday tushuntirsam bo'ladi? Mashinalar xudo xolasa arzon, chunki bozorda o'zida arzon bo'lib ketdi mashinalar. Iloji boricha Farubey do'stim, oshnajon arzon qilib beramizmi bugun xudo xolasa? Beramiz oshna. Beramiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hurmatli aziz vatandoshlar, o'tgan hayitlar bilan Navro'zlar muborak bo'lsin barchalarga. Amin. So'ygandir Xudo xolasa hamma inshaalloh. Xudo xolasa. Ilohim hammaga ilohim omadlar keltirsin. Har kunimizga shukur. Har kunimizga shukur. Ro'zani oshna uyda o'tirib maza qilib tutibsan-a? Maza qilib. Yangiliklaring jicha kamroq. Danga so'p bo'lsan shekilliga. Dam olib Xudo xolasa harakat qiling oshna, buni bu yoq ishlarni qilib. Yangiliklar sotilib ketdimi? Tepadagilar ham ko'p sotilib ketdi. Ko'ryapman, sotilibdi. Alloh barakasini bersin oshna. Kecha bozor kuni ham hayitdan keyin haligi damogan akalar chiqib tez-tez sotilib ketdi. Trekkerlarda ham berib yubordi ham. Tanishtir bo'lmasa arzon 2024 2024. Hozir propan gazlari bilan $1000 puli borga berib yuboramiz bank qilib. $1000 puli borga bank qilib berib yuboradi. 24-yil toza salonlari, sidenalari o'zini rabnoy chiqolida ekan. Kraskalari toza ekan. Aybi mana shu haligi nima deydi? Bularda shunaqa xususiyati bor. Qishda yurgizganinglarda bakovoy labovoyga pechkani olsanglar, konditsioner qo'shilib ishlaydi. Shunda mana bunaqa yorib qo'yadi. Ayni dash labovoyjicha yorilib qolibdi. Asha aybi bor ekan. Qolgan joyi tiniq ekan mashina. Men boshida toza. Boshida yurgani qancha buni? 52 ming. 52 ming yurgan. Ha, yurgani 52 ming. $1000 puli borga, $1000 pul borga nomiga oldi sotdi bo'lib o'tadi, polni. oldi sotdi bo'lib qilib berasan. Bu sotildi, nomiga o'tkazib berdim. Bu sotilib ketdimi bu mashina? Avtomatida 13. Barakasini bersin oshna. 6 mingga berdi. Men bilan chiqatdi-yu. O'zgaribdimi yana? 1200 bilan chiqar ekan. Bo'sh yana ertaga ish kuni-yu. Ha. Ertadan ish kuni ham bitta bir qator hisoblatib qo'yamiz. Agar yengilroq chiqsa, bizga desa bekarga chiqmaydimi, boshqa iloji bor, arzon qilib berasan endi oshna. Albatta, 2016 Petnosi bor. 2016 Petnos. Qayerda oshna Petnos? Qara bitta. Petnolarni bilmaysan, mana shu yerda nari kirganlar bunaqa uchlarni Petnos. 3 ta detalda Petnosi bor ekan. 2016-yil o'zimizni qalbimizni singari oppo mashina ekan. Propan gazlari bilan. O'ta pokiza. Propan gazlari bilan ekan. Kim metandan zerikkan bo'lsa, olib minsa kayf qila oladigan mashina ekan, xudo xolasa. Balonlari yangidek ekan. Ochib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Orqa ko'rinishlari. Boshda buni necha pul qilib beramiz? 6 mingga generalniysi ichida. 6 mingga generalniysi ichida bo'lib chiqadi. Yana savdo qilsa tushib berasanmi oshna? O'zi yengil berib yuboryapman. Mana shu kanalda o'zidan kelyapman. Turib kelsa oshna. Kanal yurishiga. Beraveramiz. Mana 2011 ikkinchi paysi 2011 bu. Bu Toshkent motor, bu Karis motor. Narxiga kelsak 4 ming yoshmi? 4 ming. $1000 puli borga chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Kraskalari qanaqa oshna buni? Bor, yerda berdi, kraska ko'rsatib olaveradi. Puli arzon ekan, u reklamniysa oshna. Yerda berdi, bor. 4 mingga Spark mana 2011 deding-a? 11 ikkinchi paysi. 11 ikkinchi paysi chixollar kiydirilgan mashinaning holati chiroyli, xudo xolasa. Xo'p, do'st, bu Tanlovchi 14 2014. Buni 5400 dan o'ttiramiz. 5400 Toshkent motor kami bor, oshna Toshkent motor. Kaliti Gazi nima? Pishmabdi. Beki oshna. Beki ekan kalitlarda. Ha, birinchi paysa bu. Birinchi paysa. 5400 kami bor. Aha. 5200 dan o'tib beramiz. 5200 dan o'tib berasizlar. Ha, kami ham bor ekan.
Hop, bunimiz oshni 2200 ga. 2200 ga. 23 kam bor deyapti. 2008 midi bu? Ha. 480 dollarga yangi motor qildi. Chixol, polik, kataloglar 450 dollarga polni, 480 dollarga polni ana korobkani vijimnoy bilan polni motor qilingan mashinaning balonlari, 4 ta baloni yangi, yurish turishi o'ta go'zal holatda, narxi ham arzon. 2100 ga berib yuboramizmi buni yo 2000 ga ham berib yuboramizmi? Ya, o'zi Kelishtirib berasan, endi tushirib beraman deyapman, kelaolsin. Hop, 2011 Bestimiz. 2011 yangi, kraskalari bor, buni ham yedi. 4 ta baloni yangi. Buni Faradan qaytgan. Bu bitta sariq kasal olgan ekan. 2 yil, 3 yil sariq kasal olib tuzalgan ekan bu yo'mi. Bola ham mana shunaqa sariq kasal olib qaytgan. Bu ham sariq kasal olganmi? Bu ham sariq kasal olgan. Endi buni olgan odamlar tirikchilikka oladi-yu. 2300 dan o'tib beramiz buni, ha? Yengilroqqa beraveramiz. 200 dan o'tib berishar ekan. Mashina lekin starali ekan, chiroyli mashina. Go'zal mashina, butun. Holatlari o'ta go'zal ekan mashina. 2100 dan o'tib berasizlar. 2300 dan o'tib beramiz. Ha. 2011 4000 ga. Ikkinchi paysi. 2011 Karis motor, propan gazlar bilan bu ham bekka yoshni hali ochmadik. Bitta aylantirib qo'ysam bo'ldi. Bu asli Ramazon kirgandan beri jilmadi shekilli-ga undan ham bu mashina. Egasini kutyapti-gana, shofer kerak ekan. Mashina arzonga berib yuboradi, kelinglar. Buni ham betini Bu changini qaranglar buni. Kelinglar arzonga berib yuboradi, chunki turib qopti bu mashina. Nexia birimiz. Nexia 1. 2,5 mingga deyapmiz. 4000 dan tushib beraman deding-a, Sparkda. 1000 dollar puli borga bankka bera olaman. 1000 dollar puli borga bankka bera olasan. Bu ham 1000 puli borga bankka bera olaman. 2 midi bu, 2005 midi? 2005 son sramli lyuks beskansani. Puli. Puli 2,5 ming. Kamichi yoshni? Xayriga o'tib beramiz yoshni. Xo'p, 19 ikkinchi paysi 6,5 ming. 2019 6,5 ming. Buni ham o'tib beramiz xayriga. Kraskalar toza buni. 208 mingmi, 270 mingmi shunaqa edi problem. Kraskalari toza. Yurgani ham 200 qancha ekan. Mashinani pokiza mingan ekan lekin. Balonlari yangi, diska balonlar qo'yib qo'ygan. 6000 qanchadan tushib beramiz dedi? 6,5 mingdan. 6,5 mingdan tushib beradi. Oshna mana kanaldan deb kelsa oshna arzon qilib berasan, ha? Bonusi bilan qilib beramiz. Bonusi bilan qilib berasan. Yoki generalni qilib berasan, oshna nimadir qilib berasan, oshna. Qilib beramiz, bonus oshna. Bo'ldi. 2013. 2013. Buni ham 10-15% kraskasi bor, 5 mingga deyapmiz. 2013. Ochishmabdi buni ham. Mashina ekan u, lekin mana chixol, polik sizlar ko'rinmasa kerak-ku, pataloglarigacha qilib qo'ygan ekan. Mashina qalbimiz kabi oppoq ekan. Go'zal u ya. O'zi chiroyli mashinalar xudo olsin. Mana 2005 Max yangi. Bor narxi necha pul qilib beraman dedi yoshni? 5 ming. 5 ming. Kamichi yoshni buni. Kelaversin. Chahayrini qilib beraman. Kelaversin. Emas, men ham juda sodalashib bir 4800 ga berasan? Yo'q. Generalisini qilib beramiz ichida. 5 ming ichida. 49 ga bergan bo'lamiz. Matizchachi? Matizchamiz oq MX Lux beskansiner bu ham. Lux kansener ekan bu. 89 u. Ha, 89 ekan kansener. Oshlani 2000 ga generalisi ichida. 2000 ga generalisi ichida 2005-yil. 2005. Xo'p, mashinani aylantirib olib qo'ying. Chixollari bor ekan. Holatlari yaxshi. Orqa ko'rinishlari mashina go'zal holatda. 2005-yil 2005. 2000 dollarga generalnisini ichida qilib berar ekan. O'sha bularga bank bermaydi, 10-15 million. Beradi, 10-15 million pul beradi, 1000 dollar raqam. 10-15 million hozirgidek bir hisobini olaver. 1200 dollar puli bo'lsa ham kelsa 10 million olsa bo'lar ekan. 1100. 1100 puli bo'lsa. Yo generalni ichida bersan u. 1000 puli bo'lsa, generalni 100 dollar men qilib beraman. 100 dollar taxtga notariusga ketadi, ashiga 100 dollar qo'shib keladi. Ha, bo'ldi, tushunarli. 19 5000 ga oshni. 2019-yil emas. Bu 20, bu 5,5 ming kam, 5200 millionisi.
Yasir olib qo'yaversan oshni. Buni necha pul deding oshni? 5000 bunisi. 5000 ga 19. Ha, 20. 20. O bu 5200. 5200. Van bor 2011, 3,5 ming, buni ham kelishtirib beraman. 3,5 ming. 2019. 19 yigirma bu ham 5000. Aha. Oshna bularga 2000, 2,5 ming pulim bor desam, mana shu damazlarga. Aha. O'zaro 3-4 oy, 5-6 oyga kelishsa bo'laveradi. O'zaro o'zingdan variant qilib chiqarib bera olasan. Andijon viloyatiga faqat. Buni kraskalari qanaqa oshni? Bittasida 10%, bittasida 5% shunaqa. Yengil yelpi bor 50%ga bor ichida ko'rsatib olaveradi, ma'qul kelsa, qaysi biri ma'qul kelsa kelishtirib beradi. Qoni ham 1,5 ming puli borlarga o'zaro beraveramiz variantni ham. Va, hali firma qancha muddatga? shu 4 oymi, 5 oymi kelishtirib 4 oy, 5 beradi. oyga. Kobaltimiz bor, 22 ga 23. 22 ga 23. Toza. Toza. Buni ham tayyor banki bor, xohlasa. Aha. Hop. 5,5 mingga berib yuboramiz, jahon. 5,5 mingga 26 oy banki qoldi, uzib olaveradi. 26 oy banki qoldi. 3 millionga yaqin. O'zi uzib olaverar ekan. Chiqollar kiydirilgan. Monitorlar qo'yilgan. Holatda yaxshi urintirmay mingan mashina ekan. 5,5 ming puli borga berib olinar ekan. Mana oldi ko'rinishlari. Mashina o'ta go'zal ekan. Bo'ldi shekilli do'stim, bori shu. Manzilni tushuntirib o'taymi do'stim? Ha, manzilni tushuntirib qo'ysang. Like, Andijon shahar aeroport tarafdan kelganinglarda eski mashina bozoridan chapga burilsanglar, televizionning yo'lida mana shu domni tagida, archalarning tagida mashinalar qator terilgan turadi. Xo'p, yangi mashina bozor tarafdan kelishinglarda svetofordan o'ng qo'lga burilasizda, eski mashina bozori kelib turib, svetofordan o'ng qo'lga burilsanglar, mana televizionning yo'lida ko'rinadi. Qadrdonlar, qalbi toza o'zbegim. Like, podpiskalarni bosinglar, kanalimiz yurishiga imkon qadar bir-birimizga yordam qilsak, o'zbeklar xudo xolasa rivojlanishi bo'ladi, yaxshi bo'ladi hammasi. Do'stim, like bosib, like, podpiskalarni tindirishmasin, tindirmasin. Xudo xolasa kunda yangilik kelsa chiqaraveramiz. Endi buni bu yoqqa ishlaymiz. Endi rozada hamma dam ol, lozim. Xudo xolasa. Like, podpiskalarni bosganlarga Alloh taolodan biz duo qilib qolamiz. Xonadoniga, yurtimizga fayz baraka o'tadi. Fayz baraka bersin. Kim like bossa niyatlariga Alloh taolo yetkazsin deb shaxsan men o'zim ibodatlarimda duo qilib qo'yaman. Inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham oshna. Oshna sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obunachilarimizdan ham Xudo Allohim o'zi rozi bo'lsin. Ash like bosgan qo'llari og'rimasin inshaalloh. Hech qayeri og'rimasin. Hech qayeri og'rimasin. Sog' bo'l oshna sen.